Ko'pchilik savol tug'ilishi mumkin. iPhone 15-seriyasigacha bo'lgan modellarda ochmasdan turib orqa oynasini alishtirish nega arzon? Qurilmani to'liq ochib turib alishtirishlik narxi esa biroz balandroq. Keling sizlar bilan unda 13 Pro Max misolida qaysi bir afzalligini ko'rib chiqamiz. Ishim tez bitdi, arzonga bitdi. Hattoki qurilmani ochtirmadim deb xursand bo'layotgan bo'lsangiz, ichida nimalar qolib ketishligini sizga ko'rsataman. Ichki qismda shu va shunga o'xshash siniqlarning qolib ketishligi qurilmaning ishlashiga ta'sir qiladi. Eng ko'p uchraydigan holatlardan o'sha ochilmasdan tuzatilgan iPhone'larda batareykaning ustida shishasini qolib ketadi, keyinchalik u uni teshadi, batareyka shishib ketish holatlari ko'p uchraydi. Ichida qolib ketgan shisha bo'laklarini ko'rdingiz. To'g'ri, to'liq sochilganda biz ko'proq mehnat qilamiz, lekin natijasida esa siz sifatli ish hamda qurilmangiz sizga yana uzoq muddat xizmat qilishiga erishasiz. Endi sizga savol, ishingiz tez, oson va sifatsiz bitsinmi yoki biroz vaqtni olgan holatda sifatli bitgani ma'qulmi?